Qazvoq, ya'ni perxisida foydali gayt. Qazvoqning 3 xil turi bor, ya'ni yog'li, quruq va mikotik turlari bo'ladi. Bugun quruq turi haqida gaplashamiz, uni kelib chiqishi, u bilan qanaqa kurashish yo'llarini gaplashib o'tamiz. Xo'p, kelib chiqishida asosiy rol o'ynaydigan narsa bu suvni, boshingizni yuvayotgan suvni to'g'ri kelmasligi, ko'p boshni yuvish, fenni qaynoq rejimida juda ko'p foydalanish, juda yaqindan foydalanish, moющие средства, ya'ni shampunlarni to'g'ri kelmasligi, bundan tashqari terini qurib ketishiga sabab bo'layotgan ba'zi bir kasalliklar oqibatida paydo bo'ladi. Farqlash mumkin bo'lgan narsa bu hayotingiz davomida paydo bo'ladi. Ya'ni bolaligingizdan, yoshligingizdan, balog'at yoshiga yetgan davrda paydo bo'lmaydi. Teri quruq bo'ladi va boshni yuvgandan keyin 1 soat 2 soatdan keyin qazg'oqlanish kuchayadi. Bu asosiy farqlar. Bu bilan qanaqa kurashish mumkin? Birinchi navbatda boshni terisini yog'lantirish kerak. Ya'ni turli xil mana kokosovый maslo bor, aloe maslosi bor, aloe kremi bor, aloe geli bor, shunga o'xshagan kremlar bilan kunda surtib yurish kerak. Обязательно boshga to'g'ri keladigan quruq teri uchun mo'ljallangan shampunlardan foydalanish kerak. Iloji bo'lsa detskiy shampunlardan foydalanish kerak. Yaxshi fenni salqinroq rejimidan foydalanib, uzoqroqdan foydalanishga harakat qilish kerak. Shunda sekin qazg'oq ketadi, lekin agar qazg'oq ketmaydigan bo'lsa, unda shifokorga murojaat qilishga majbur bo'lamiz.